Sportsmen Duyon o'sha jangda juda ham qattiq yiqilgandi va uni doktorga olib borishganda, doktor Duyonning ko'z nervlari juda ham qattiq jarohatlanganligini va boshqa ko'ra olmasligini aytdi. Ko'z ojiz bo'lib qolgan sportsmen bolani esa hech kimi yo'q edi. Faqatgina bitta mashinik qamoqdagi akasidan tashqari. Beteyin akasi buni eshitib, qamoqdagilarni aldab, "Men ukamga qarayman, ko'z ojiz bo'lib qolgan" deb u yerdan chiqadi va ukasining yoniga boradi. Ukasining yoniga borganda, u uyga kirganida uy bir ahvol edi va ukasining xonasiga kirganda, ukasi qorong'uda yotganini ko'rib, "Sen nimaga qorong'uda yotibsan? Baribir ko'zlaring ko'rmaydi-ku" degandi. Duyon esa Beteyin akasining ovozini eshitib, "Nimaga kelding? Men sen ko'rish xohlamayman, iltimos ketgin" dedi. Akasi esa "Bir yilgina chidab bergin, bir yil men o'zimni yaxshi ko'rsatsam, men butunlay qamoqdan chiqaman" dedi va u yerda yashay boshlaydi. Akasi ramyon pishirib atrofga qarardi-yu va o'ziga o'zi "Bu uyni qanchaga sotsa bo'lar ekan" deb uyi sotmoqchi bo'ladi. Uy dokumentlari bilan sotishga borganda, "Biz bu uyni ukangizni imzosiz sota olmaymiz, chunki ukangiz uy a'zosi hisoblanadi" deydi. Buni eshitgan akasi ukasiga yaxshi e'tibor berib boshlaydi, unga har xil ovqatlar pishirib berib boshlaydi. Lekin afsuski, uni dardi boshqa edi. Shu paytlar esa Duyonning yaqin o'rtog'i bir qiz doim uning yoniga kelib, ularni yig'ishtirishga yordam berardi va har kuni Duyonga qarab, "Balkim trenirovkaga qaytarsan" dedi. Duyon esa "Men nima qilaman trenirovkaga qaytib, ko'zlarim ko'r" dedi. Bu filmning davomini men Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Juda ham hayotiy film. Bu filmda yig'laysizlar ham va kulasizlar ham.